Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 52-chi darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda hurufu shartlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni shart harflar bilan tanishib chiqamiz. Biz adat shartni javazimul mudari, ya'ni fe'l mudari'ni sukun qilguvchi omillar haqini so'zlagan vaqtimizda ikki fe'lni sukun qiladigan omillarda bir qancha adat shartlarni so'zlagan. Endi bu adat shartlarning ichidan ismlar va harflar var. Bizning bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz faqat shuning ichidan harf bo'lganlari. Endi bu adat shartlar ichidan harf bo'lganlari 3 turlik bo'ladi. Birinchisi in, ikkinchisi izma, uchinchisi law. Endi bu 3 dona hurufi shartniki birinchisi bo'lgan in bu shartniki asosiy tub onasi hisoblanadi. Ya'ni shartniki har qanday vastisi mush in ma'nosini o'z ichiga olgan bo'ladi. Ya'ni agar degan ma'noni o'z ichiga olgan bo'ladi. Endi bu shart harflarining qanday qoidalari bor deganda ahkamuha uning qoidalari birinchidan laha sadrul kalam. Shart harflari jumlaning beshida keladi. Jumla nerede keladi? Beshida keladi. ويدخل كل منها على الجملتين اسميتين كانتا أو فعليتين أو مختلفتين. Bu iki cümle kiradi. Yani birinci cümle fi'li şart, ikinci cümle cevabı şart deb ataladi. İki cümle kiradi. Meyli o iki cümle ismi olsun, ya ki fi'li olsun, ya ki muhtelifeteyn, yani aralaş olsun. Yani birinci cümle isimlik, ikinci cümle fi'illik. Birinci cümle fi'illik, ikinci cümle isimlik aralaş olsun, ya ki sap ikilisi fi'illik cümle olsun, ya ki ikilisi isimlik cümle olsun, iki cümle kiradi. In odatda fe'li modiga kirib, ammo ma'nosini kelgusi zamongacha o'zgartirdi. Masalan, inzurtani akramtuka. Agar sen meni qanday qilsang, ziyorat qilsang, men seni hurmatlayman. Bu yerdagi inzurtani degan fe'li modining beshiga kelib, bu fe'li modining ma'nosini kelgusi zamongacha o'zgartirdi. Ya'ni, agar sen meni ziyorat qilsang, seni qanday qilaman? Hurmatlayman. Kelgusi zamonga o'zgartirdi. Law bu mazi uchun. Gerçi fi'l mudari'ning beshiga kelsa-mu, ma'nosini nimaga o'zgartirdi? Fi'l modiga o'zgartirdi. Masalan, law tazuruni akramtuka. Law tazuruni akramtuka. Agar sen meni ziyorat qilgan bo'lsang, seni qanday qildim? Hurmatlaydim. Demak, bu yerdagi tazuru degan fi'l mudari. Bu yerda law fi'l mudari'ning beshiga kirsa-mu, ma'nosini nimaga o'zgartirdi? O'tgan zamonga. Agar sen meni ziyorat qilgan bo'lsang, men seni qanday qildim? Hurmatladim. In la tusta'malu illa fi umurin mashkuka deydi. In faqat shak qilingan ishlarda qo'llanadi deydi. Ya'ni jazmiyat bo'lgan ishlarda qo'llanmaydi. Masalan, bunda degilanmaydi. Fala yuqal degilanmaydi. Atika in tala'atish shams degilanmaydi. Agar kun chiqib qolsang kelaman degilanmaydi. Kun chiqsa, san kelaman degan olmaydi. Nima uchun? Chunki inni faqat shak qilgan ishlarda ishlatamiz. Agar kun chiqib qolsa, san kelaman demoqchi bo'lsak nima deymiz desa, atika iza tala'atish shams deymiz. Ya'ni izani buni jazmat bo'lgan ishlarga ishlatgili bo'ladi, ammo inni faqat shak qilgan ishlarga ishlatamiz. Endi bu in va oshkora yoki lafzan yoki taqdiran oshkora yoki yushun holda fe'l lozim keladi. Masalan, oshkora kelgan yuqorqi misol, masalan, atika in tala'ati shams degan nima uchun tala'at degan fe'l keldi. Ham taqdiran kelgani in anta zoiri fa akramtuka. Ya'ni inzurtani fa akramtuka degan ma'noda. Demak, bu yerda fe'lni taqdir qilamiz deymiz. لو تدل على نفي الجملة الثانية بسبب نفي الجملة الأولى deydi. Hamda law birinci cümleningki bo'lmaganligi uchun ikkinchi cümleningki bo'lmasligini bildiradi. Birinci cümleningki bo'lmaganligi sababli ikkinchi cümlening bo'lmasligini bildiradi. Masalan, law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Mubada bu asman zaminda Allah'tan başka bir ilah bo'lgan bo'lsa, bu lafasadata buzg'unchilik bo'lib ketdi. Demak, bu yerdagi law
birinchi jumlaningki bo'lmaganligi uchun ikkinchi jumlaningki bo'lmaganligini bildiradi. Ya'ni osmon zaminda Allohdan boshqa iloh bo'lmadi. Bu osmon zaminninki tangpongligi buzilib ketmadi. Demak, birinchi jumlaningki bo'lmaganligi uchun ikkinchi jumlaningki bo'lmaganligini bildirdi deydi. Buni yana qanday qoidalar bor deganda, iza waqa'al qasam ala harf muqaddaman ala harfi shart. Yajibu an yakuna fi'lu shart madiyan lafzan aw ma'nan. Diqqat. Endi bir jumlada qasam bilan shart birga kelib qapti. Ya'ni qasam shartincho ilgir holatda bir jumla kelgan bo'lsa, bu vaqtda fi'l shart cho'qim mayli lafzi bo'lsin yoki ma'nan bo'lsin, cho'qim nima bo'lish kerak? Mazi bo'lish kerak. Masalan, Wallahi in ataytani la akramtuka. Alloh bilan qasam, agar sen menga kelgan bo'lsang, seni qanday qildim? Hurmatlaydim degan bu jumlada wallahi degan qasam, in ataytani degan bu shartincho ilgir keldi. Mana bu shunday bo'lib qolsa, cho'qim inning fe'li qanday kelish kerak? Fe'li modi kelish kerak. Ya'ni in ataytani deb indin keyin kelgan atayta degan fe'l qanday keldi? Mazi keldi. Bu yerdagi mazi qanday keldi? Lafzan. Lafzi jihaticha mazi keldi. Endi aw ma'nan. Ma'ni jihati mazi kelsa-chi bo'ladi. Ma'ni jihatda mazi kelish deganimiz, masalan, vallahi illam ta'tini la hajartuk. Alloh bilan qasam, agar sen menga kelmagan bo'lsang, seni tashlab o'tdim. Bu jumla qarasak, vallahi in demak bu jumlada mo shart bilan qasam birga keldi. Ya'ni qasam shartincho ilgir bo'lgan holatda bir jumlada keldi. Bunda bo'lib qolsa, inning fe'li cho'qim mazi bo'lish kerakdi. Endi illam ta'tini degandiki inning fe'li lam ta'tini degan fe'l, bu lam ta'tini degancho bu fe'l mudori qo desa to'g'ri. Lam ta'tini degan lafzi jihatda fe'l mudori, ammo ma'nisicho mazi. Demak, ma'na jihatdan mazi degani shu. Shunga buni tarjimasi mazi shaklda tarjima qilinadi. Illam ta'tini, agar sen menga kelmagan bo'lsa, seni qanday qildim? Tashlab o'tdim. Lam ta'ti degan nima? Kamidi. Ya'ni bu fe'l mudori'ni o'tgan zaman qanday qilgan? O'zgartiradigan nafi vositasi. Demak, bu yerda garchi lafzi jihatda mudori bo'lsa-mu, ma'na jihatda mazi. Demak, bir jumlada qasam bilan in shart ikkisi bir yerda kelib qolgan vaqtida inning fe'li cho'qim qanday bo'ladi? Fe'li modi bo'ladi. Mayli lafzi jihatdan bo'lsin, mayli-chu ma'nan jihatdan bo'lsin. İkincisi, وَيَكُونُ جُمْلَةُ الثَّانِيَةِ فِي اللَّفْظِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ. Endi lafzidagi, ya'ni jumladagi ikkinchi jumla qasamning javob bo'ldi deydi. Qasamningki javob bo'ldi deydi. وَيَجِبُ مَا يَجِبُ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ مِنَ اللَّامِ وَنَحْوِهَا. Endi qasamning javobida lozim bo'lgan narsa u ikkinchi jumlaga lozim bo'ldi deydi. Ya'ni demakchi o'g'ini bir jumlada qasam bilan shart birga keldi. Endi bu jumladagi ikkinchi jumlani qasamning javobi qilamdiq yoki shartning javobi qilamdiq deganda, agar shu jumlada qasam burun kelgan bo'lsa, ikkinchi jumla qasamning javobi bo'ldi. Agar shart burun kelgan bo'lsa, ikkinchi jumla shartning javobi bo'ldi. Deydi shunga va yakunu jumlatu thaniya fil lafzi javoban lil qasam. İkinci cümle lafzida qasamning javobi bo'ldi. Chunki qasam burun kelgan va onun da qasamda lozim bo'lgan narsalar lozim bo'ldi. Ya'ni qasamning javobi nima kiratdi? Lam kiratdi. Mushuning o'xshagan qasamda keraklik bo'lgan, qasamda kelishki bo'lgan, tegishli bo'lgan qoidalar buningda ham keladi. Masalan, vallahi in ataytani la akramtuka deganga o'xshagan. Endi qasam jumlaning beshida kelsa, ikkinchi jumla qasamning javobi bo'ldi ekan. Qasam jumlaning o'tirida kelib qolsa desa, va idza waqa'a al-qasam fi wasf al-kalam jaza fi al-jumlati ath-thaniya wajhan. Agar endi qasam jumlaning o'tirida kelib qolsa degani shartdan keyin kelib qolsa, ikkinchi jumlada ikki xil yo'l to'g'ri. Ya'ni uni qasamning javobi qilsaqmi bo'ladi, shartning javobi qilsaqmi bo'ladi deydi. Buningdagi to'g'ri ko'z qarash, buningda shartning javobini qilamiz. Ya'ni bir jumlada qasam bilan shart ikkisi birga kelib qolgan vaqtda qaysi burun kelgan bo'lsa, shuning uchun ikkinchi jumla javob bo'ldi. Qasam burun kelgan bo'lsa, qasamning javobi bo'ldi. Shart burun kelgan bo'lsa, shartning javobi bo'ldi.
In ataytani vallahi la atiyannaka. Demak bu yerda in ataytani vallahi la atiyannaka da nimaning javobi qildik? Qasamning javobi qildik. La atiyannaka da qana qildik, ta'kidladik. In ataytani vallahi atika deb bu yerda shartning javobi qildik. Bu yerda to'g'ri ko'z qarash, kuchliroq ko'z qarash shartning javobi bo'lishi kerak. Chunki jumlaning beshida shart burun keldi. Unda o'saqlashib bugungi darsimizdagi shart harflarga aloqador bo'lgan mazmun tugidi. Buning aslida ko'nikma berilgan. Birinchisi ayyin fi'l ash-shart va javob ash-shart va huruf ash-shart fil jumal at-taliya deydi. Tuvandagi jumladagi shartning fe'lini, shartning javobini, shartning harflarini muayyanlashtiring tuvandagi jumlada deydi. İyasha yuzhibkum ayyuhan nas va ya'ti bi akharin. Bu oyatdagi shart qaysi? Agar xalagan bo'lsa, ey xaloyiqlar, sizlarni ketkizib boshqa bir xalqni cho akitdi degan bu oyatda agar degandek in harfi shart. Javobi shartcho, yo'q fi'li shartcho, yasha. Javobi shartcho, ya'ti. Ya'ni yuzhibkum. Yuzhibkum cho javobi shart bo'ladi. Law nasha'u laj'alnahu hutana. Harf shart qaysi? Law. Fi'li shartcho, nasha. Javobi shartcho, laj'alnahu. Mushuning bo'yicha sanlar bo'ladi. Endi bugungi darsimizda madni iborat bir odat shart bor. Madni iborat shu odat shart bor. Buni ba'zilar ism deydi, ba'zilar harf deydi. Va izmadimi azroq ixtilof bor. Izmadimi azroq ixtilof bor. Ba'zi olimlar bu odat shart, lekin harf deydi. Ba'zi olimlar deydi bu odat shart, lekin zarf ma'nosi va bu ism deydi. Şimdi 3-cü cümle qarasanglar va ma taf'alu min khayri ya'lamuhu degan jumlada ma chu bu odat harf shart. Endi bugungi darsimizdagi ikkinchi mazmun harfur rad'i. Harfur rad'i. Harfur rad'i degan nima deganda bu silkish harfi, ya'ni so'zlik ichini qattiq silkib o'tish harfi degan gap. O qaysi degani kalla. Hargiz undaq emas degan gap. Harfi rad'i deganimiz tufidu zajral mutakallim va rad'ihi amma takallama bihi. Harfi rad'i deganimiz mutakallimni so'zlik ichini silkish va uni qilgan gapidan qo'yitirishni ifodalaydi deydi. Masalan, va amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizq fa yaqulu robbi ahanan kalla. Hargiz undaq emas degan gap. Masalan, ay la yatakallam bi haza. Bunda gap qilmaydi degan. Qat'iy unda emas degan gap. Endi davomliq bu xabar shaklli jumlaning keyingi kalamda o'tisi yo'q. Va qad taji'u ba'da al-amr aydan. Bu amr, buyruq beldan keyin keladi. Masalan, idrib Zaydan. Zaydni o'g'aysini deydi. Kalla. Hargiz o'mayman. Ay la af'alu hada qat. Ya'ni buni hargiz qilmayman degan bo'ladi. Endi kallaning ma'nosida silkish harfi dedik. Buning bunda bir ma'nosi bor. Jumlaning mazmunini qanday qilgan kuchaytiradigan ma'nosi bor. Deydi va qad taji'u bi ma'na inna. Ba'zida inna ma'nosida keladi. Ya'ni haqiqatan degan ma'noda keladi. Masalan, kalla sawfa ta'lamun. Haqiqatan patliqanda bilib qolasizlar. Demak, bu yerda ma'noda keldi. Haqiqatan deb jumlaning mazmunini kuchaytirish uchun innaning ma'nosida keldi deymiz. Endi buning ko'nikmasi birinchisi bayyin ma'ani kalla fil jumal at-taliya. Kallaning tuandagi jumladagi ma'nosini bayon qiling. Ya'ni zajr ma'nosidimi, in ma'nosidimi shuni ayirasizlar. Birinchisi al-dhahabta ila al-mal'ab. Maydonga bordingmi? Kalla, yo'q, hargiz qanaqa qilmadim, bormadim. O'sha bo'yicha ishlaysizlar. Ya'ni jumladagi ma'nosi zajr silkish uchun bo'lgan bo'lsa, zajr deb yozasizlar. Agar jumlaning mazmuni kuchaytirib kelgan bo'lsa, in ma'nosida deb yozasizlar. Bunda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oyoqlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.